Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Barchalaringizni avvalambor ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa mana Bog'dod tumanida joylashgan Saxovat gilamlar markaziga tashrif buyurdik. O'zbekchasiga aytganda gilamlar dunyosidamiz. Mir Kovrov deb nomlangan ushbu savdo markazida bir qancha kompozitsion gilamlar, har xil shu naqshinkor gilamlar sotuvda mana xalqimizga yetkazib berilyapti. Biz mana shu gilam do'konini bir ishchi xodimi bilan hozir shu yerda bir daqiqalik suhbat qilmoqchimiz. Savolimiz bitta yagona. Gilamlar qayerdan olib kelinadi asosan? Gilamlar Samarqandda. Samarqandda. Samarqandda zavod bu gilamlarni qaysi davlat bilan hamkorlikda ishlab chiqaryapti? Turkiya. Turkiya bilan mana hamkorlikda ishlab chiqarilyapti. Agar turk filmlarini ko'rsangiz, o'sha uylariga solingan saroylardagi gilamlar xuddi mana shu gilamlar bo'ladi. Men Farg'onadan tayinlab shu do'konga kelganimda boisi bu gilamlar bu yerda Farg'onaga nisbatan, endi Farg'onadagi gilam furushlarimiz xafa bo'lishmasin, Farg'onaga nisbatan arzonroq ekan. Keyin nimaga bu arzonroq degan savolni bersak, bittagilar endi shu aholini shu qishloq sharoitida topadigan daromad endi kelib chiqib narx belgilanadi deyishdi. Bu yerda masalan birga bir foyda qilish emas, xalqimizni gilamga bo'lgan ehtiyojini qondirib, shuni orqasidan birga 0,25% bo'lsa ham foyda qilsak ham shu bizga shirin ta'til deyishyapti. Agarda farzandlaringizni, xonadonlarini chiroyli gilamlar bilan, ayniqsa bo'lajak kuyovlar, kelinlar olarkansiz, shu uylaringizni gilam bilan to'shamoqchi bo'lsangiz, kuyov sifatida bo'lajak kelinni didiga qarab turib shu Saxovat markazidan kelib gilamlarni tanlab olishingiz mumkin. Darvoqe, bu yerga kelayotganingizda kelin bilan shar'iy nikohdan o'tgan bo'lishingiz shart. Chunki bir-biringizga nomahram bo'lib gilam tanlagani kelsanglar, bu dinimizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun avvalo nikohdan o'tinglar, ana undan keyin kelib gilamni tanlanglar, keyin to'yni qilinglar. Ana o'shanda hamma narsa halollik bilan boshlansa, baxt ham Xudo xolasa mustahkam bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Saxovat gilamlari yangi oila uchun yangi motivatsiya, yangi oila uchun yangi romantika. Ana shunaqa.